Sotuvda bunaqangi arzon uylar har doim ham chiqavermaydi. Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin degan gap bor. Necha yillardan beri qurilish qilib kelayotgan akalarimizdan mana shu hovlimizni ko'rsatib beramiz. Narxini shunaqangi zo'r qo'yishadiki, juda ham tez, qisqa muddatlarda sotilib ketadi. Bu akalarimiz ham qurilish bo'yicha, ham narx qo'yish bo'yicha juda ham tajribalilar. Ajoyib bir xonadonimiz. Buni shahardan o'rtoqlar kamida 150 ming 200 ming atrofida olasizlar, lekin men sizlarga 57-60% narxida, ya'ni yarmiga yaqin narxida sizlarga ko'rsatib beraman. Shunaqangi zo'r narxda ajoyib bir neoklassik uslubdan ta'mirdan chiqarilgan hovlini olishinglar mumkin bo'ladi. Albatta videoni oxirigacha ko'ringlar, bu xonadonimiz sizlarga yoqib qoladi. Uy Bozor TV kanalida shunaqangi chiroyli xonadonlar berib boriladi. Qaranglar o'rtoqlar, chiroyli hovlisi, burchakda joylashganligini plyus tomoni shundaki, ko'cha tomonidan ham juda ham hashamatli bir dang'illama uchastka bo'lib ko'rinadi. Ajoyib bir travertinli fasadlari atachayin to'li qilinib yaltirlab turishini qaranglar. Shunaqangi hovlilar bizga ham nasib ro'za aylasin deganlar hozirdan like bosib qo'yinglar. Biz bo'lsa ichkariga kirishni boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Binochiga kirishimiz bilan ro'parada mozaik oynalarimiz, zinalarimizdan chiqqanimizda ko'rishingiz mumkin. Zinani tagida bo'lsa umumiy sanuzellarimiz qilingan. Bejirimga dizayn qarang o'rtoqlar. Yorug'gina, ko'zga yoqadigan ajoyib bir interyer ko'rishingiz mumkin. Chap tomonimizda o'rtoqlar mehmonxonalarimiz qilingan, ham ko'chaga ham hovliga qaragan oynalar hamda mebellari ham qilib qo'yilgan. Televizor qo'yib olsanglar bo'ldi. Mazza qilib oila davrasida qarindosh urug'lar bilan televizor ko'rib, chaqchaqlashib o'tirishga zo'r joydek qarang. Inshaalloh hammangizga mana shunaqangi zo'r xonadon nasib qilsin. 15 ga 10 joyga qurilgan bu xonadonimizda 5 ta xonani qanaqa qilib sig'dirishgan deb o'ylaysiz o'rtoqlar? 1,5 sotuv. Tashqi ko'rinishdan lekin hech kim 1,5 sotuv demaydi. Bunda oshxona mebellarigacha qilib qo'yilgan, panorama oynalari hovlisiga qaragan va hovlida ham yozgi oshxonalar qilib olsanglar bo'ladi. Gaz turbalari, hamma narsalari, kommunikatsiyalari yetkazib kelingan ekan. Uy Bozor TV'da o'rtoqlar bundan ham arzon variantlarimiz berib boriladi. Uy Bozor TV.uz kirsanglar, pastda 50 mingdan 80 minggacha uylarni speskani tayyorlab qo'ydim. Pastda описаниеda ssilkasiga kirib, bemalol o'sha 50 mingdan 80 minggacha uylarni ko'rishingiz mumkin. Bu tomonda o'rtoqlar bitta yotoqxonamiz ham qilingan. Birinchi qavatda o'zida ham yotoqxona, ham mehmonxona, ham oshxonalarimizni ko'rishingiz mumkin. Otaxon, onaxon, duogo'ylarimiz mana shu yotoqxonadan bemalol mazza qilib foydalanishsa bo'lar ekan o'rtoqlar. Qaranglar. 115 ming bu narxi Katta Ittifoq mahallasida joylashgan, Yoshlik postidan 4 kilometr kirganda Xayrobod ko'chasi bu yo'lani Nazarbek deydi. Katta Ittifoq mahalla desanglar ko'pchilik biladi. Bu tomonda umumiy sanuzellarimiz qilingan, egalari, quruvchilar tomonidan reklama qilamiz. To'g'ridan-to'g'ri o'zlariga chiqib, joyida yanada kelishtirib narxlarini olishingiz mumkin. 115 mingga o'rtoqlar shaharda bunaqangi hovli ola olmaysizlar. Yanada o'zingizlarning fikrlarni qoldiringlar. 115 mingga arzisa plyus, arzimasa minus qilib izohlarda fikrlarni qoldirsanglar, bu videoni uy egalari ham ko'rishadi. Demak, ikkinchi qavatga chiqqanimizda katta bir bahaybat lyustrani ko'rishingiz mumkin. Cherdakka chiqadigan joylarimiz ham bor. Bemalol kladovka qilib, kerak emas narsalarni cherdakka olib chiqib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yoqda umumiy sanuzellarimiz ham qilingan. Aniq lokatsiyasini Uy Bozor TV.uz saytimizga joylaganmiz. Kirib aniq lokatsiyalarni, yana batafsil ma'lumotlarni ko'rib olishingiz mumkin. Farzandlarga ajratilgan yotoqxonalarni qaranglar. Bir ham chiroyli. Mana bu oppo eshiklarimiz Krashinli eshik. Bu eshiklarni har bittasini $400-500 atrofida tursa kerak, yasatishadi shu buyurtma asosida. Bu tomonda ham qiz bola, o'g'il bola alohida yotoqxonalar qilib bersanglar bo'ladi. Ikkinchi qavatda o'zida 3 ta xonamiz mavjudligini ko'rishingiz mumkin. Birinchi qavatimizda bo'lsa mehmonxona, yotoqxona va oshxonalarimiz, jami 5 ta xona plus oshxonalarimiz joylashgan. Bu tomondagi ota-onalar yotoqxonasi o'zinchida sanuzellarni ham. Yaxshi niyatda mana shunaqangi chiroyli hovlilar olaman deb yurgan birodarlarimizga shu videoni yuborib qo'yinglar. Inshaalloh shunaqangi keng shinam hovlilarda yashab yurish hammanglarga nasib ro'za aylasin. Uy Bozor TV kanalida mana shunaqangi zo'r obyektlar berib boriladi. Kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Eng arzonlari va zo'rlari bizda.